O'rtoqlar mototsikllar narxini tushirib yubordik. Mototsikl narxi tushsa, olaman deyotganlar bo'lsa, pulini yig'ib qo'yganlar, mana zo'r variantli keldi. Kov 450 SR RR bo'ladi. Bu 4 ta silindr, 450 kub bo'ladi. Sport mototsikl. Xitoy originali. Bunisi Safe Moto 450 SRS. Buni oddiy SR dan farqi monomayatnikda quick shifterlari bor, zavodskoy. Bunga katta balon taqsanglar bo'ladi. Ko'pchiligiga baloni yoqmaydi, bunga katta balon taqsanglar bo'ladi. O'sha 180 ham. Bunisi ozgincha yurgan SR 450 SR modelimiz. 4400 km yurgan. Hop, bu ikkitasi yangi. Kovi narxi 6200. SRS 6500. SR 450. Bu ham yangi 4000 probeg yurgan. Bu 5000. Oladiganlar, qiziqqanlar bo'lsa, kelsanglar sunnatiga o'tib beramiz. Bu mototsikllar birinchi etapga haydaladigan mototsikl. Shu 4000-5000 atrofida probeg yursanglar, u yog'iga keyin kattaroq kubatura olsanglar, bemalol haydab keta olasizlar. Mabodo noldan haydashni o'rganishni istaganlar bo'lsa, telefon qilinglar. Moto ustoz aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Shu yerda noldan o'rgatib, eng oson mototsikllarda noldan o'rgatib imtihonga tayyorlaymiz.